Bugungi obzorimizda sizlarga Welkin brendidan ham havoni tozalab beradi, ham namlantirib beradigan Canon 8E modelimizda ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu tozalagichimiz 60 kvadratga mo'ljallangan, ham tozalab, ham namlantirib beradi. Endi ichini ochib ko'rsatmoqchiman mana. Mana bu ikki chekkasidan bundoq tortasiz. 6 pog'onali tozalagich bo'lib turib, birinchisi filtr грубый очистка deb qo'yishadi. Eng katta zarrachalarni o'ziga oladi. Buni yuvish mumkin. Ikkinchi filtrimiz, ko'mir filtrimiz. Buni yuvish mumkin emas. Bu filtr butun hidlarni o'ziga oladi. Buni tozalayotganingizda ikki chekkasini yaxshilab pilisoslab, keyin joyiga qo'yiladi. Uchinchi filtrimiz. HEPA filtr, meditsinskiy filtr hisoblanadi. Antibakterial va antiallergenli filtr. Buni ham yuvish mumkin emas. Ikki tomondan yaxshilab pilisoslab joyiga qo'yiladi va ultrafioletli lampasi bu yerda bo'ladi. Bu tomoniga kelsak, suv quyadigan rezervuarimiz. Ichiga 1 litr 200 gram suv ketadi. Bunimiz 10-12 soatga yetadi. Bu filtrimizni ham yuvsa bo'ladi. Suv quyadigan joyi mana bu yerdan. Suv filtri ham ionizatsiya, ioni serebra deb qo'yishadi. Ionizatsiya, suvning ionizatsiyasi mana shundan bo'ladi. Joyiga yig'ib qo'yamiz. Aka bu yoqni aniq qo'ying, o'chirib. Mana butun. Tushuntirib o'tmoqchiman, qarang. Yoqqaningizda bu yerda 4 ta pog'onali datchikimiz bor. Birinchisi yashil, bu tozani ko'rsatadi, ikkinchisi ko'k bo'ladi, uchinchisi sariq rangda, to'rtinchisi eng kir bo'lganda qizil bo'lib ko'rsatadi. Birinchi 1 minut havoning kirliligini o'qib, keyin ko'rsatishni boshlaydi. Hozircha yashil ko'rsatadi. Ikkinchi knopkamiz timer. Har bir bosganimiz 1 soatdan 12 soatgacha vaqtini qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni 12 soatga qo'ysangiz 12 soatdan keyin o'chadi. Вот. Avto rejim. O'zi yoqqaningizda avto rejimda yonadi. Eng zo'r rejim mana shu avto rejim. Bu ruchnoy rejim. Har bir bosganingiz mana bu yerda sharichalarda ko'rsatadi. 8 ta rejimi bor, 8 ta уровень скорости. Har bir bosganingiz mana bu yerda sharichalar chiqadi, 8 ta bo'lib. Keyingisi uyqu rejimi. Bosganingizdan keyin 5 sekunddan keyin butun tablo o'chadi va avtomatik tarzda eng past ovoz bilan ishlaydi. Uyquda xalaqit bermasligi uchun. Bundan chiqish uchun 2 marta bosasiz. Child детский rejim. Buni bosganingizda bolalar o'ynamaydi knopkalar bilan. Bundan chiqish uchun 6-7 sekund bosib ushlab turish kerak. Вот. Reset knopkasi. Filtrlar chang bo'lib to'lgandan keyin mana shu knopka yonishda boshlaydi qizil. Buni o'chirish uchun filtrlarni chiqarib birinchi 1 yil faqat filtrlarni tozalab turasiz. Filtrlarni chiqarasiz. Birinchi filtr грубый очистка bilan suv filtri yuviladi, keyingi ikkita filtr prisoslanib joyiga qo'yganingizdan keyin yoqasiz. Yoqsangiz yana qizil yonishda davom etadi. Buni o'chirish uchun o'sha reset knopkani 6-7 sekund ushlab tursangiz, перезагрузка bo'ladi va o'chadi. Keyingi yana chang bo'lib kir bo'lguncha. Вот. Очистителimizni qanaqa qilib Wi-Fi ga ulaymiz? O'chuv holatda, lekin rozetkada bo'ladi. Wi-Fi knopkasini 6-7 sekund ushlab tursak, margat qilishni boshlaydi. Mana. Margat qilyapti. Bularni komplektida pulti bo'ladi, kitobchasi bo'ladi, instruksiyasi rus tilida. Ilovasini Wi-Fi ga ulanish ilovasini kitobchaning ichida silkasi bor. Ilovaning nomi Smart Life. Skachat qilganingizdan keyin ro'yxatdan o'tasiz. Boyaga aytib o'tganimdek, buni 6-7 sekundga Wi-Fi knopkasini bosib tursangiz, margat qiladi va добавить устройство qilib buni ulab olasiz va telefondan dalcha boshqarsangiz bo'ladi. Pulti ham juda qulay, eng kerakli tugmachalari pultida bor.